Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı bizning görüşçüler, hurmatlı bizning kattalıçılar. Tuğanlar, bugünkü bizden çıkarılış Noqat'ta bolmoqçu. Noqat'ın sentrinde tuğanlar. Özünüzдөр görüp turganday, öte mындай ыңгайлуу, компактный bir үйдүн маалыматын айтып тугандар, тартып көрсөтүп беребиз. Бул жерге мен былтыркы жылы ушул маалда келип тугандар. Роз Махамат аканын ушул үйүн тартып кеткен болчумун. Быйыл дагы жаңы үйлөр салынып тугандар, жаңы үйлөр жасалып, дагы бир ирет көрсөтүү үчүн келип калдык. Анда эмесе биз менен чогуу туруңуздар. Бул үйдүн маалыматын силерге чогуу берели, үйдү көрөлү тугандар. Үйдү жасап жаткан уста Роз Махамат аканын эмгегин баалап тугандар, бир класс деген белгини коюп кетсеңиздер болот. Анда үй боюнча маалыматты ала берели. Роз Махамат ака кандайсыз? Жакшысызбы ака? Жакшы, алхамдулилlah. Жакшы, тынчсызбы? Дамда отурасызбы ака? Алхамдулилlah. Былтыр ушул малда үйүңүзгө келип кеттим эле ака? Шундай. Ушул үйдү көрүп, ал мындай эмес болчу. Башкача. Башкача стилде болчу, Коридору бар edi, сөрүсү бар. Сөрүсү бар болчу. Азыр Барганчары sekin odamlarga foydali bo'lishligi uchun kuhna qo'ysa bo'ladigan joylarni qilib, cho'ngroq bo'lish uchun xonalari. Каналарды ошол эле ойдон калды, бирок сөрүсү жок экен азыр үйдүн, Yo'q, jine комнатасы kattaroq bo'ldi. Комнаталары чоңураак болду. Былтыр тартып келген кетти эле ака. Канча үй саттыңыз? Каяктарга саттыңыз ака? Endi har 2 oyda, 1,5 oy, 2 oy, 3 oyda bitta sotilyapti. Ошондо O'zgenga, Olayga shunaqa qilib qo'yib keladi. O'shga, Oravonga qo'yib keladi. Өзгөн, Алай, Ош, Араван. Мына достор, бул үйдү жеткирип берүү акысы кандай болот? Мисал үчүн, мен алган болсом. Forterga bu tashlanadi-da bu. Разборка bo'ladi. Разборка. Ikki forterga joylanadi, tashlanib olib borib ishkanchiga bormaydi, qaylagan joyga ham bo'lsa ham. Алжан сүйлөшүү жолу менен. Сүйлөшүү жолу менен кылса bo'ladi. Түшүнүктүү ака. Мына достор, бул азыр ушул биз көрүп турган үйдүн размери кандай? 6 metrga 4,5 metr, 4,5 metr. Бул узуну 6. Uzuni 6. Бул жагы 4,5 метр. Кандай материалдар өзгөрдү? Былтыркыдан салыштырмалуу нени жаңыладыңыз ака? Материалдар. Endi atroflarini 3 marotaba alidaqa qildik, issiqladik. Izolyatsiya. Утепление. O'rtalari ikkita bo'ladi. O'rtalari. Uchlari atroflari issiqlab, pol pataloylardan beri bonus issiqlaganmiz. Жылууладыңыздар, Алдым не? Алды. Munovi Peskoblokka o'rnashsa ham bo'ladi. Fundament qilsa ham bo'ladi. Uni tetir qo'yib turib, ichini to'ltirsa bemalol ko'taraveradi. Bonusda. Pollari ham utiplat qilingan, patolog ham utiplat. Patologdагы. Patologdagi bemalol odam ko'rsa bo'ladi. Мына баягы изоверден экен, O'sha. Мына эмне жыгат? Qarag'ay, бар жо'g'i qarag'ay. Бар жогу карагай. Жакшы. Бийиктиги канча? Patologdan полдан patolog 2,5 metr. 2,5 метр, Qani? Ana bismillah deb gireylik aka. Biyik uy ekan. Ya bismillah, buttu chechib gireylik. Buni Uzbi deb qo'yib qo'yinglar. Uzbi, DVPdan qilardik. DVP bo'lchilar bu. Hozir endi Uzbidan qildik. DVPni svetnoy kelmay qo'y, заводской kelmay qo'y. Hozir materiallar qimmat aka. Qimmat. Endi Uzbidan qilyapmiz. Bitta o'g'limga mana Qo'chqorati tomonga, o'zimiz tomonga o'g'limga xuddi shu stilda qilib berdim. Tasab berib qo'ydingiz. Mana yerga kuhna qilsa bo'ladi. Buna yerga? Burun so'ri bo'lchi. Usul yer so'rilar. Hozir endi kuhna qilsa bo'ladi. O'g'lim kuhna qilgan zo'r. Zo'rdan, Mana xonalari ham, komnatlari ham. Buna eshigi yo'q-ku. Buni eshigi bar jo'g'ini qilib beramiz. Заводской eshik. Eshik qadalat bu yerga. Mana xonalari ham cho'ng bo'ldi. Xonasi cho'ngayib tur. Былтыргilariga qaraganda kichkina cho'ng bo'ldi. Bul joq. Dush. Dushovoy. Dushovoy kabina bo'lib Dushovoy ham kattaroq bo'ldi, cho'ngroq bo'ldi. Mana. Cho'ngroq bo'ldi. Buga aboy yopishtirsa bo'ladimi? Aboy yopishtirgan. O'g'lim aboy yopishtirdi. Yopishtirib qo'ygan. Mana do'stlar. Üstü жылууланган, duvallar жылууланган. Patologdu gördüңүздөр. Бул биринчи комната. Бул жер спальня экен да? Спальня. Кийинки комнатага киребиз. Бу гостиный. Бул да азыр чоң экен, Кыйла өзгөрүүлөр болуп тур. Бу алаканча адамдарды хокшига карап туруп, иштеге карап туруп кыlyapmiz. Туура айтасыз экен. Мына достор.
Abo yopishtirsa juda ham zo'r chiqdi. Mana yerga lustrani qo'yib turib, Lustrani qo'yib. Divan qo'yib qo'ysa bo'ladi ekan bu yoqqa. Albatta, albatta. Mana kichkina semiyalarga zakonni yashasa bo'ladi. Bir жаңы uylanganlarga, yo'q bo'lsa dachalarga olib borib jaylovlarga, jaylovlarga qo'ysa bo'ladi. Qo'ysa bo'ladi Ko'p ekan. joylarga jaylovlarga qo'yib keldik. Jaylovlarga qo'yib keldingizlar, ha? Qo'yib keldik. Mana bu yerga to'rga o'tirayinchi. Mana do'stlar. Endi bunun basın qancha deysiz? Былтыркыдан салыштырмалуу ne oldu aka? Qimmatladi, arzonlab ketdi. Biz burun DVP'dan qilar edik, oxirgilarini 320-330 mingdan sotdik. Endi hozir Uzbekdan qilyapmiz, bu qimmat. O'zi qimmat-da. O'shanga ertayam bizga ko'p ham qolmadi, 380 ming gina kami ham bor deyapmiz. 380 ming kami bor. Bor deyapmiz. Dastavkasi içinde, sırtında, süйлөшөсүз. Süйлöşamiz. Lekin odamlarga foydasi bo'lsin deb qilyapmiz. Rahmatni aytib o'tsak algandar. Albatta, juda ham xursand bo'lishib, duo qilishib, shunaqa qilishyapti. Odamlarga foyda bo'lsin deyapti. To uylarini bitguncha bu darrov borib kirib yashaydi. Ha, yashab turadi-da, çatırdan ko'ra. Shunaqa. Juda yaxshi. Vay. 380 ming so'm kemi bor. Do'stlar, hozir bu kirib yashaydi xolos. Aynekni qo'yish kerak ekan bu yoqqa. Aynak qo'ng'izda qo'yiladi. Bar joyi qo'yiladi. Eshiklar, aynaklar bar yo'q qo'yiladi. Bar joyi qo'yiladi. Borib o'rnatib berishdan oldin qo'yib qo'yamiz. Tushunukli. Mana do'stlar. Eshiklar zavodskoy bo'ladi. Zavodskoy bo'ladi, ha? Zavodskoy bo'ladi. Bu jag'i manda eshik bo'lib tur. Zavodskoy. Qultanat ichidan. Yaxshi uy bo'lib tur. Dag'i qanday? Nelerni aytib ketamiz aka? Endi odamlar shu kommentariyaga manday bo'lsa, anday bo'lsa deb o'zi xohish qilgan bo'lsa, yozgan bo'lsa, shunga qarab turib, yana biz ham o'zgartirib bo'ladi. Hozir bir ekatoj salinsin deyish mumkin, ha? Qo'ldan keladi-da. Xohlagan turda qilsak bo'lamiz. Faqat shu kommentariyaga shuni deb yozishsa, shunga qarab turib, xohishiga qarab turib qilamiz. Bo'ldi, tushundik aka. Mana do'stlar, uyni ko'rdingizlar. Endi bir eshikka chiqib, aylantirib tortib qo'ying aka. Tomiga chiqadigan joyi ham bor. Ha, ustiga, ha? Şartı lesiniz alıp koyasızlar. Ha, narkı жағында var. Oşol жақ ötölüçü. Жалпы салмақ қанша болып қалышы мүмкін? Şu 3 tonnanın uyağı bir yakada. 3 tonnanın arı verirse, ha? Toprağımızın 3 tonnanın. Ha, mına жақта немесі var ekan. Üstüne dağı mayda çitlerde ırıtып koysa болады ekan da, ha? Juda bo'ladi, bo'ladi. Mına tuğanlar biyigirak qılıp bunu podval menen qılıp koysa da болады ekan. Xohlagancha, xohlaganda podval qilib ustiga o'rnatsa bo'ladi. Eng osoni peskablovda tetr qo'yib turib, ichini to'ldirsa osoni. Beton ham qo'yib o'tirib, ha. Atrofini to'ssak, to'sib ham qo'yaveramiz manday qilib. To'sib ber desa, ha? To'sib ber desa, to'sib ham qo'yaveramiz. Tushundik ekan. Mına do'stlar, 300 foyda bo'lsa bo'ldi. Adamlarga ыңгайлуу болуп, пайдалуу болсо эле болду деп тугандар. Анда үйдүн bir жасап аткан устага bir балли деп достор bir комментарийге жазып класс деген белгини коюп койсоңуздар болот. Анда бүгүнкү чыгарылышты биз соңуна чыгаралы ака. Өнөрүңүз өркүндөй берсин. 2 этаж, 3 этаждан бери салып бериң ака. Alhamdulillah, Xudo. Odam insonlarga foyda bo'lsa bo'ldi. Rahmat aka. Мына эмесе тугандар, көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Сиздер менен Муз ТВ каналы болду.